what's up nigger? Bolla obunachilar, sizlar bilan bugun Marranzo va bugungi videorolikimizda Karochi Steve'ning tarixi haqida gaplashamiz. Bir boshdan so'zlab aytib beraman. Qani unda videomizga like bosib, kanalimizga ozroq obuna bo'lib qo'ying va men videoni boshladim do'stlar. Bola o'zi Steve'ni kim o'zi Minecraftga birinchi marta qo'shgan, ya'ni kim yaratgan desanglar, bu savolning javobiga men hozir javob beraman. Bu Minecraftga, ya'ni Mojang tomonidan Steve Minecraftga qo'shilgan. Mojang esa, ya'ni Marcus Persson tomonidan Steve qo'shilgan Minecraftga. Yana bir gap, sizlardan bitta savol paydo bo'lishi mumkin. Steve nechinchi yilda Minecraftga Marcus Persson tomonidan qo'shilgan deb o'ylashinglar mumkin. Steve Minecraftga, ya'ni Mojangga 2009-yilda qo'shilgan. Va yana bir gap bo'la, Steve Herobrine degan tahlillar kelyapti, negadir shunaqa kelyapti. Bu gaplarga ishonmanglar. Vallahi Steve Herobrine bo'lishi mumkin emas. Vallahi qaranglar, men sizlarga bitta hikoyani hozir so'zlab beraman. Yana bir gap, bu ma'lumotlarni men Google'dan yuklab topolmadim. Karochi o'zbek kontentlari yo'q ekan, shuning uchun ingliz kontentlardan men prosta cho'pordim. Bu oddiy bir Minecraft kuni edi. Steve odatdagidek resurslarni yig'ayotgan. U o'rmon ichidan noma'lum joyni topdi. Tushunarsiz yozuvlar va tartibsiz joylashgan bloklar Steve'ni qiziqtirib qo'ydi. Bu qiziqish bilan strukturani o'rganishga kirishdi. Uning izlanishlari davomida Steve birdaniga o'ziga juda o'xshash, ammo ko'zlari butunlay oq bo'lgan bir personaj, Herobrine'ni ko'rdi. Bu esa tezda g'oyib bo'ldi, lekin bu ko'rinish Steve'ni qo'rqitdi. Va Steve yurishda davom etdi va bitta yirik sirli tog'ga duch keldi. Bu tog' haqida eshitmagandi, lekin u yerga borishga qaror qildi. U yurishda davom etdi va nihoyat la'natlangan tog'ga yetib oldi. Bu joyda g'alati va tushunarsiz energiya bor edi. Steve tog'ning cho'qqisigacha chiqishga qaror qildi. Cho'qqiga yetib kelgach, Steve sirli va qadimiy artefaktni topdi. Bu YouTuber artefakt emas. Va u artefaktni ushladi va birdaniga qattiq og'riqni his qildi. O'zida qandaydir o'zgarishlarni sezdi. Steve endi oddiy o'yinchi emasdi, u Herobrine'ga aylandi. Uning ko'zlari butunlay oq rangga o'zgardi va unda g'alati kuchlar paydo bo'ldi. Steve endi Herobrine edi. U Minecraftda eng qo'rqinchli va sirli personajga aylandi. Va bu hikoya Minecraft jamoasi tomonidan yaratilgan afsona va Herobrine Minecraftda bor deb rasman tasdiqlangan. Endi aytishlar mumkin, nega video qisqa bo'lib qoldi? Boshqa ma'lumotlar yo'qmi deyishinglar mumkin. Yo'q, boshqa ma'lumotlar bor. Men topishga erindim, bolalar. Xo'p, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videomiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bolalar, ushbu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, o'z izohlaringizni ham kommentariyaga yozish esdan chiqmasin.